Assalomu alaykum hammaga. Hozir 28-testning yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Uzunligi 40 metr bo'lgan arqon 4 ta bo'lakka bo'lindi, ya'ni 4 marta qirqildi. Bilamizki, 4 marta qirqilgan paytda 5 ta bo'lak hosil bo'ladi. Shuning uchun 40 ni 5 ga bo'lamiz. 8, demak bitta bo'lakning uzunligi 8 metr bo'ladi. To'g'ri javob A. Ikkinchi savol. X ning nimchoragi, ya'ni 8 ga bo'lgan paytimizda natija 120 ning 8 dan 3 qismiga teng bo'lar ekan. Demak, 120 ning 8 dan 3 qismi 45 bo'ladi. X ni 8 ga bo'lgan payt 45 chiqayotgan bo'lsa, demak X teng 360 ga teng bo'ladi. Demak, X ni 5 dan 2 qismini so'rayapti. Shuning uchun 5 ni 2 ga ko'paytiramiz. 360 ni 5 ga bo'lib 2 ga ko'paytirsa 144 bo'ladi. To'g'ri javob B. Uchinchi savol. Xo'p, 5 xonali son bo'lishi kerak. O'rtadagi raqamni 4 ga teng, mana 4 ga teng va ikkita har qanday ketma-ket raqamlar yig'indisi keyingi raqamga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 4 ga 0, 4, 0 ga 4 ni qo'ysak, yana 4, 4 ga 4 ni qo'ysak 8. Mana shu shartga qanoatlantiradigan eng katta son bu 40448. Bu D javobda turibdi. To'rtinchi savol. A katta 2125 ayrilgan 1436 dan, B kichkina 4349 qo'shilgan 2865 dan. A ning eng katta va B ning eng kichik qiymatlarini topishimiz kerak. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak 689, demak A 689 dan katta bo'ladigan bo'lsa, eng kichik qiymati 690 bo'ladi. B 7214 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, eng katta qiymati 7000, eng kichik qiymati 7215 bo'ladi. Endi ular orasidagi farq deyapti. Demak, ayiramiz 6525. Mana shu son eng katta 4 xonali juft sondan qancha kichik deyapti. Demak, eng katta 4 xonali juft son bu 9998. Mana shundan ayiramiz 6525 ni 3473 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob B. 5-savol. 22 45 92 187 bo'lsa, keyingi sonni toping deyapti. Demak, qonuniyat quyidagicha: sonni 2 ga ko'paytirib 1 qo'shsak keyingi son hosil bo'ladi. Yana 2 ga ko'paytirib 2 qo'shsak undan keyingi son hosil bo'ladi. 2 ga ko'paytirib 3 qo'shsak keyingi son, 2 ga ko'paytirib keyingisiga 4 qo'shamiz, 378 bo'ladi. To'g'ri javob B. 6-savol. Rim raqamlardan iborat sonni oddiy songa aylantirishimiz kerak. Demak, bilamizki M 1 ga teng, D 500, C bilan qo'shadigan bo'lsak 600 bo'ladi. XS bu 90 ga teng, V1 esa 6 ga teng, natija 1696 bo'ladi. Bu A javob. 7-savol. A soni B sonining 7 dan 1 qismiga teng deyapti. Ya'ni A tenglik B ning 7 dan 1 qismi va 48 sonning 6 dan 1 qismi A dan 2 marta kichkina deyapti. Demak, A ni 2 ga bo'lsak 48 ning 6 dan 1 qismiga teng bo'lishi kerak. Bu yerda A 16 ga teng bo'ladi. A 16 ga teng bo'ladigan bo'lsa, B ni topish uchun 16 ni 7 ga ko'paytiramiz, 112 bo'ladi. To'g'ri javob D. 8-savol. A va B shaharlardan A shahardan B shaharga qarab 60 km/soat tezlik bilan mashina yo'lga chiqdi va 2 soatdan keyin orqasidan 80 km/soat bilan ikkinchi mashina yo'lga chiqdi. Qanchadan keyin yetib oladi deyapti. Demak, bu mashina 2 soat harakatlangan bo'lsa 120 km yurgan. Endi orqadagi mashinaning tezligi 80, oldindagisiniki 60, bir-birini quvib ketyapti. Necha soatdan keyin yetib boradi desak, orasidagi masofa, ya'ni 120 km ni tezliklar orasidagi farqga bo'lamiz. Natija 6 soatga teng bo'ladi. To'g'ri javob A. 9-savol. A ishchi bir butun ishni 12 kunda, B ishchi esa 8 kunda bajaradi. Ikkalasi birgalikda 4 kun ishladi deyapti. Demak, 1 taqsim 12 ga 1 taqsim 18 ni qo'shamiz va 4 kun ishlagan uchun 4 ga ko'paytiramiz. Natija 5 taqsim 9 ga teng bo'ladi. Bu degani ishning 9 dan 5 qismi ketdi va 9 dan 4 qismi qoldi. O'sha 9 dan 4 qismini necha kunda tugatadi? B ishchi deyapti. Ya'ni B ishchi bir butun ishni 18 kunda tugatar edi. 9 dan 4 qismini necha kunda bajaradi deyapti. Demak, proporsiyani krest qilib yechadigan bo'lsak, 18 ni 4 taqsim 9 ga ko'paytiramiz, 1 ni x ga ko'paytirsak, x teng 8 bo'ladi. To'g'ri javob C. 10-savol. 8 ta qizil shar, 6 ta ko'k shar, 4 ta yashil shar bor. Qaramasdan olgan paytda yashil chiqish ehtimolini toping deyapti. Demak, dastlab jami sharlarni qo'shib chiqamiz 18 ta. O'shandan 4 tasi yashil bo'lgani uchun 18 dan 4 qism bo'ladi. Qisqartiradigan bo'lsak 9 dan 2 bo'ladi. Demak, ehtimolligi 9 dan 2. To'g'ri javob C. 11-savol. Bu 11 dan boshlab 111 gacha 3 ga bo'linadigan sonlar nechta deyapti. Demak, bu sonlar 12 dan boshlanadi, ya'ni 3 ga bo'linadigan sonlar va hokazo 111 gacha bo'ladi. Chunki 111 ning o'zi ham 3 ga bo'linadi. Endi 12 dan 111 gacha nechta 3 ga bo'linadigan son bor desa, 112 dan 111 dan 12 ni ayirib 3 ga bo'lamiz, chunki 3 3 oshib boradi va 1 ni qo'shamiz. Natija 34 ga teng bo'ladi. Bu B javobda turibdi. 12-savol. Raqamlari 4 ta 4 ta kamayib boradigan eng katta 3 xonali sonni o'nlar xonasini topishimiz kerak. Demak, 4 ga kamayib boradigan bu son bu 951. O'nlar xonasida 5 turibdi. Bu D javobda bor. 13-savol. Ikkita natural sonning ko'paytmasi 24 ga teng. Birini 3 marta oshirib, ikkinchisini 3 marta kamaytirsak, natija qanday o'zgaradi dedi. Demak, ixtiyoriy bitta ko'paytma olamiz, ya'ni 8 kara 3, ya'ni 24 ga teng. Endi ulardan birini 3 marta oshiramiz, ikkinchisini 3 marta kamaytiramiz. Buni 3 marta orttirsak 24, buni 3 marta kamaytirsak 1 bo'ladi. Natija baribir 124 ga teng bo'ldi. Demak, o'zgarmas ekan. Bu C javobda bor. Xo'p, 14-savol. Olma daraxti va olxo'ri daraxti orasidagi masofa 6 metr, olxo'ri va gilos orasidagi masofa 3 metr.
Gilos va olma orasidagi eng kichik masofani toping deyapti. Demak, bunda gilos olma va olxo'ri o'rtasida bo'lishi kerak. Shunda olma va gilos orasidagi masofa ham 3 metrga teng bo'ladi. Bu B javobda bor. 15-savol. 3 xil kofta va 2 xil yubka bor. Bir-birini aralashtirgan holda necha xil kombinatsiya tuzsa bo'ladi deyapti. Bu 3 kare 2 6 bo'ladi. Ya'ni 6 xil ko'rinishga ega bo'lsa bo'ladi. To'g'ri javob A. 16-savol. Xo'p. Farhod Furqatdan tepadagi qavatda va Shavkatdan pastda yashaydi. Shuningdek, Furqatning tepasida Shuhrat turadi deyapti. Demak, Furqatni 4-o'ringa qo'yamiz. Uning tepasida Shuhrat bo'lishi kerak, 3-o'rin. Va endi 2-o'ringa Farhodni qo'yamiz, chunki Shavkatdan pastda bo'lishi kerak. Demak, Shavkat 1-o'rin bo'ladi. Shunda bizdan Shuhratni nechinchi qavatda yashaydi deyapti. Demak, Shuhrat 3-qavatda turadi. B javob. 17-savol. Xo'p, oilada ikkita o'g'il, ikkita ota, ikkita ona va bitta qiz bor. Bular oila qanaqa bo'ladi? Ota, ona, ularning o'g'li va ularning kelini. Keyin kelinning ikkita bolasi bor, ya'ni ota-ona uchun nevaralar. Bitta o'g'il nevara, bitta qiz nevara. Shunda aytilgan shartning hammasiga to'g'ri keladi. Demak, bu B javobda bor. 18-savolning javobi quyidagicha. O'rmon 8 soatda butunlay yonib ketdi, deyapti va har soatda 2 barobar ko'p yong'in maydoni kattalashgan. Demak, 8 soatda butunlay yongan bo'lsa, 1 soat oldin o'rmonni teng yarmi yongan bo'ladi. Demak, 7 soatda o'rmonni yarmi yonadi. To'g'ri javob C. 19-savol. Xo'p, maktabda 100 ta nafar ishtirokchi qatnashdi tadbirda. O'quvchilar soni ota-onalar sonidan 2 marta ko'p. Demak, ota-onalar soni x deydigan bo'lsak, o'quvchilar soni 2x bo'ladi. Endi aytayapti. Ota-onalar soni ustozlar sonidan 3 marta ko'p, ya'ni ustozlar soni 3 marta kam. Bu degani ota-onalar sonini 3 ga bo'lishimiz kerak, ya'ni x bo'lib 3 bo'ladi. Tenglamani bu tarzda davom ettira olmaymiz, shuning uchun hammasini 3 marta kattalashtira olamiz. Chunki mana bu x bo'lingan 3 ni 3 marta kattalashtirsak x ga teng bo'ladi va bu orqali endi tenglama yetsa bo'ladi. Ya'ni ota-onalar soni 3x bo'ladi, o'quvchilar soni 6x bo'ladi va ustozlar soni x. Bularning yig'indisi 100 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan x topadigan bo'lsak 10. X teng 10. Demak, bizdan ota-onalar soni so'ragan edi. X'imiz 10 bo'lsa, demak 10 nafar ota-ona qatnashgan. To'g'ri javob C bo'ladi. 20-savol. Devorga rangli plitkalar yopishtirilyapti. Dastlab ko'k, sariq, yashil, qizil. Keyin yana shu tarzda davom etadi. Ko'k, sariq, yashil, qizil. Shu tartibda ketadigan bo'lsa, 27-chi bo'lib qaysi rang yopishtiriladi deyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, 4 ta rang takrorlanib ketyapti. Shuning uchun 27 ni 4 ga bo'lamiz. 6 yu 3 qoldiq. 3 qoldiq bo'lgani uchun 3-rangni olamiz. Ko'k, sariq, keyingisi yashil bo'lsa, demak 27-chisi yashil bo'ladi. Bu B javobda turibdi.